Investitsiya haqida ko'p gaplashyapmiz va odamlar ham bizdan investitsiya haqida ko'p so'rashyapti. Investitsiyada qanday xatolar bo'lishi mumkin? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Odamlarni investitsiya qilishdagi eng birinchi xatolari maqsadning, rejaning va muddatning yo'qligida bo'ladi. Ular mablag'larini hammasini investitsion aktivlarga joylashtirib qo'yishadi, lekin 1 yil, 2 yildan keyin ularni o'zlariga katta mablag' kerak bo'lib qoladi. Va qanday qilib bu mablag'larni qoplash uchun bosh qotirishadi. Misol uchun o'g'illariga to'y qilish kerak yoki bo'lmasa uylarini ta'mir qilish kerak. Buning uchun esa ularga pul mablag'lari kerak bo'ladi. Agar olgan investitsion aktivlarini sotadigan bo'lishsa yoki ba'zi aktivlardan chiqadigan bo'lishsa, arzonroqqa sotishga majbur bo'lishadi va bundan zarar ko'rishadi. Xo'p, bunday xatodan qanday saqlanish kerak? Birinchi navbatda maqsadni aniq qilish kerak va rejani aniq tuzish kerak. Qaysi investitsiya necha yilga qo'yiladi? O'zining shaxsiy ehtiyojlari o'rganiladi. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin qanaqa katta xarajatlar kutib turibdi? Ularni o'rgangandan keyin albatta kichkinagina bo'lsa ham yozma tarzda hisob-kitoblar qilinadi va o'zining shaxsiy ehtiyojlari, xarajatlari uchun ma'lum bir zaxira yaratishadi. Va bu zaxira pullar doimo insonning uyida o'zining qo'l ostida bo'lishligi kerak. Va bu zaxiraning miqdorini mutaxassislar aytishadiki, har bir inson yoki har bir oila o'zining kamida 3-6 oylik xarajatlarni qoplaydigan miqdorda bo'lishi kerak. Investitsiyada ikkinchi katta xatolardan biri barcha investitsion mablag'larni bitta savatga qo'yish, ya'ni diversifikatsiya qilmaslik. Masalan, inson o'z pullarini bitta valyutaga, dollarga qo'yib qo'yishi mumkin. Yoki bo'lmasa bitta aktivga, hammasini oltinga qo'yib qo'yishligi mumkin. Yoki bitta kompaniyaning aksiyasiga yoki bitta ko'chmas mulk loyihasiga kiritib qo'yishligi mumkin. Natijada nima bo'ladi? Agar o'sha aktivga kasod yetadigan bo'lsa, inqirozga uchraydigan bo'lsa, inson hamma pullaridan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Bu xatoni qilmaslik uchun inson pullarini iloji boricha diversifikatsiya qilish kerak. Ya'ni bir nechta aktivlarga taqsimlab chiqish kerak. Aytaylik, 20%ni dollarga, 20%ni oltinga, qolgan qismini aksiyalarga yoki ko'chmas mulkka. Shunda pullar har xil aktivlarga joylashgan bo'ladi va ulardagi risklar miqdori ham ma'lum darajada tartibga solinadi. Keyingi xato qarzga investitsiya qilish. Ba'zi insonlar katta daromad olish ilinjida o'zining shaxsiy mablag'larini qo'yish bilan bir qatorda do'stidan, tanishidan yoki hatto bankdan ham kredit olib investitsion aktivlarga kiritishadi. Natijada ularda qarz va kredit yuki yanada ziyoda bo'ladi. Bu xatoni qilmaslikning yagona chorasi inson faqat o'z mablag'larini investitsiya qilish kerak. Investitsiya qilishda inson xatoga yana psixologik muammolar tufayli ham yo'l qo'yadi. FOMO, ya'ni fear of missing out degan muammo bor psixologiyada. Ya'ni inson doimo bir imkoniyatni qo'ldan boy berayotganini his qilaveradi. Boshqalar pul kiritib daromad olayotganini ko'rgan yoki bo'lmasa boyib ketayotganini ko'rgan odam bunda imkoniyatdan mahrum bo'lib qolayotganini his qiladi o'zi va ularga ergashib o'zi bilmagan holatda noto'g'ri qarorlarni chiqarib qo'yadi. Yoki tezda boyish talvasasi ham insonni noto'g'ri qarorlar qabul qilishga olib boradi. Bunday xatolarni qilmaslik uchun inson o'zini anglasin, boshqalarga havas qilmasin. Endi investitsion aktivlar bilan bog'liq xatolar haqida gaplashamiz. Oltinni oladigan bo'lsak, biz oltinga investitsiya qilish deganda doimo oltin quymalarida nazarda tutamiz. Zargarlik buyumlarini emas. Chunki zargarlik buyumlarida zargarning mehnat haqqi turadi. Va kelajakda agar siz oltinni sotmoqchi bo'lsangiz, zargarning mehnat haqqini chegirib tashlashadi. Shuning uchun oltin quymalarga investitsiya qiladigan bo'lsangiz, sizdagi daromad yuqoriroq bo'ladi va kamayish ehtimoli pastroq bo'ladi. Aksiya bilan bog'liq eng xatolardan biri bu aksiyani chiqargan kompaniyani yaxshi tushunmasdan turib aksiyani xarid qilishingizdir. Aksiya bilan bog'liq ikkinchi xato, siz aksiyani trader sifatida sotib olyapsizmi yoki investor sifatida sotib olyapsizmi? Buni aniq belgilab oling. Chunki ikkalasining orasida katta
jiddiy farqlar bor. Va yana bir xato, aksiyani olishda siz nafaqat o'zingizga sevimli bo'lgan kompaniyani, balki uning biznes fundamentlari va moliyaviy natijalari yaxshi bo'lgan kompaniyalarni aksiyalarini olishga ko'proq e'tibor bering. Ko'chmas mulkka investitsiya qilishdagi asosiy xatolar shundan iboratki, ko'chmas mulkni sotib olishda yuqori xarajatlarga duch kelasiz va ularni kelajakda sotaman desangiz, ulardagi likvidlik juda past bo'ladi. Va shu bilan birga ko'chmas mulkni ijaraga beraman desangiz, yaxshi odamlarni topish va ularni ijara haqlarini to'g'ri belgilash va keyin ko'chmas mulk bilan bog'liq ularni ta'mirlash, ularni ushlab turish bilan bog'liq xarajatlarni yuqoriligi ham bu investitsiyaning asosiy kamchiliklaridan hisoblanadi. Bankka qo'yiladigan omonatlar keladigan bo'lsak, hozirgi kunda islom banklari bizda yo'q, lekin keyingi yillardan islom banklari ochiladigan bo'lsa, bu omonatlarni ham yaxshi o'rganish kerak bo'ladi. Chunki omonatlar bilan bog'liq asosiy kamchiliklardan biri ulardagi daromadlarning pastligi. Ya'ni bu daromadlar inflyatsiyani qoplashga yetadimi yo'qmi? Bunga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Xulosa o'rnida keling qisqa amaliy checklist qilamiz. Birinchisi, favqulodda vaziyatlar uchun zaxira yaratdingizmi? Ikkinchisi, zaxiradagi pullarni qachon ishlatmoqchisiz? Rejangiz bormi? Uchinchisi, investitsiyaga qo'yilgan pullarni yo'qotishga tayyormisiz? Chunki ularda doim risk bor. To'rtinchisi, investitsiya kiritilgan joylardagi daromad modeli sizga tushunarlimi? Beshinchisi, eng yomon ssenariy nima? Sizda uni oldini olishga rejalaringiz bormi? Oltinchisi, hujjatlar, shartnomalar, litsenziyalar bormi? Va yettinchisi, investitsiyalaringizni diversifikatsiya qildingizmi? Agar bu savollarni yarmiga sizni javobingiz bo'lmasa, investitsiya qilishga shoshilmang.